Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan tinglovchilar, bugun siz bilan dars ta'limining asosiy shakli sifatida zamonaviy dars tiplari va unga qo'yiladigan didaktik talablar mavzusida suhbat olib boramiz. Ta'limni tashkil etish shakli bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan tartibda muayyan maqsadga muvofiq ta'lim rejimida tashkil etiladigan o'quv bilish faoliyatining tashqi ifodasi hisoblanadi. Jahon pedagogika fani va amaliyotda ta'limni tashkil etishning turli shakllari bugungi kungacha mavjud bo'lgan. Jamiyat rivojining har bir yangi bosqichi ta'limni tashkil etishga o'z ta'sirini o'tkazib kelgan. Ayni vaqtda ta'limni quyidagi bir qancha shakllarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bular individual guruhlar, sinf dars, leksion seminarlar va sinfdan tashqari, auditoriyadan tashqari, maktab va maktabdan tashqari turlardir. Ular o'quvchilarni qamrab olishi, o'quvchilar faoliyatini tashkil etishi, jamoaviy va individual shakllarning nisbatlari, mustaqillik darajasi va o'qish jarayoniga rahbarlik qilish xususiyatlari kabi belgilarga ko'ra bir qancha o'sha asosiy guruhlarga bo'linadi. Bular individual, sinf darsli va ma'ruza seminarli shakllar hisoblanadi. Individual guruhlar shaklining mazmuni shundan iboratki, mashg'ulotlarni o'qituvchi bir o'quvchi bilan emas, balki tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lgan turli yoshdagi bolalar guruhi bilan olib borishda o'z aksini topadi. Ilk ta'lim shakllariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu savollarga javob berishdan iborat bo'lgan suhratcha ta'lim turi, tinglash, o'qish, yod olish, eslab qolish va matnni nomma-nom takrorlashga asoslangan dogmatik o'qitish shakli va oliy ta'lim madrasalarida olib borilgan ta'lim shakllari hisoblanadi. Ta'lim shaklining rivojlanish bosqichlari, bular individual shakl antik davrdan to o'rta asrlargacha, ba'zi mamlakatlarda 18-asrgacha davom etgan ta'lim shakli hisoblanadi. Individual guruhli shakl esa 16-asrdan hozirgi kungacha amalga oshirilib kelyapti. Xususan, Kamenskiyning sinf dars tizimi ham individual guruhli shaklga misol bo'la oladi. Tanlab o'qitish shakli 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida bu tanlab o'qitish shakli o'tilgan. Bunga misol tariqasida Dalton reja va Elena Parkhurst kabi o'sha ta'lim shakllarini yoki usullarini ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari, ma'ruza seminar birinchi universitetlar paydo bo'lishi bilan ushbu shakl taraqqiy etgan. Ta'lim shaklini rivojlantirishga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, buyuk didaktik olim Yan Amos Komenskiy buyuk didaktik asarida o'quvchilarni guruh shaklida uyushtirib, ularda har yili va har bir o'quv kunini bir vaqtda boshlashni, har qaysi mashg'ulot uchun muayyan muddat belgilashni, mashg'ulotlar o'rtasida tanaffuslar berilishini, guruhlarda bolalar yoshi va soni bir xil bo'lishini, materiallarni bir xil suratda o'rganishni, o'quv mashg'ulotlarini muayyan tashkiliy shaklda o'quvchilar e'tiborini bir nuqtaga to'plash, o'qituvchining tushuntirishlar davomida va undan keyin o'quvchilarga savol berish, o'quv materiali mazmunini qanday o'zlashtirilganligini nazorat qilish formasida o'tkazishni ta'minlash maqsadiga muvofiq va zarur ekanligini nazariy jihatdan ushbu asarda belgilab ko'rsatib bergan. O'quv jarayoni tashkil etish shakli bugungi kunda dars asosiy shakl hisoblanadi. Bu o'quvchilarning asosiy shakli. Sinf dars tizimi quyidagi mazmunga egadir. Har qaysi sinf yoshi va bilim darajasiga ko'ra bir xil bo'lgan o'quvchilarning doimiy guruhiga ega bo'ladi. Dars jarayoni asosan 45 daqiqa yoki bir akademik soat 80 daqiqa davom etib, qat'iy jadval asosida olib boriladi. Bugungi kungacha dars turlari va tuzilishi bir qancha turlardan iborat. Aralash dars, ya'ni kombinatsion dars, yangi bilimlarni bayon qilish darsi, o'rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsi, o'quvchilarning bilim, ko'nik va malakalarini nazorat qilish darsi, laboratoriya darslari, amaliy darslar kabi bir qancha turlarga bo'linadi. Ushbu darslar o'z xususiyatiga ko'ra bir-biridan tubdan farq qiladi. Keyingi o'sha ma'ruzalarimizda har biriga to'xtalib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun rahmat.